Qaysi davlatda odamlar barcha qimirlab turgan narsalarni yeb borishadi. Har bitta ovqat o'ta achchiq. Oddiy odam ularni yesa, ichi chovolari kuyib, erib tushadi. Barcha mahsulotlar qalbaki, hammani ko'rinishi bir xil. Oilalarda faqat bitta farzand ko'rish mumkin va albatta hamma yoshligidan kung fu bilan shug'ullanadi. Bu davlatning nomi Bo'ldi qilinglar respublikasi, lekin aslo Xitoy emas, chunki bularning hammasi stereotip. Xuddiki O'zbekistonda hamma faqat osh yeydi degandek gap. Lekin to'xtanglar, biz haqiqatan osh yeymiz-ku har kuni. Birinchidan, xitoyliklarning ovqati vitamin va minerallarga juda ham boy va ularning ko'pi dengiz mahsulotlari bo'lgani uchun orasida noyoblari ham uchrab turadi. Va tabiiyki, bizning o'zbeklar bu narsalarni ko'rib, qanaqasiga bu narsani yesa bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin xasib, kalla pocha, qo'y miyasi yoqimli ishtaha. Boshida sizga hamma xitoyliklar bir xildek tuyulishi mumkin, lekin tayyor turinglar, ular ham bizani bir xil ko'rishadi, chunki inson o'zi bilgan irqni hammadan yaxshiroq ajratadi. Va sizlardan iltimos, ularni Koreya, Vyetnam va ayniqsa yaponlar bilan umuman solishtirmaylik. Bu xuddiki bizani har qanday ston qo'shimchasiga ega bo'lgan xalq bilan birdek ko'rishga teng. Xitoy oilasida haqiqatan bitta farzand ko'rish mumkin edi 2015-yilgacha. 2016 dan boshlab esa uje 2 ta, 2021-yildan boshlab esa 3 ta. Lekin hozirgi paytda qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Xitoyda hozir tug'ilishlar soni juda ham past. Shuning uchun Xitoyda juda ham ko'p tashlandiq binolar uchratishingiz mumkin. Qariyalar esa yoshligiga nisbatan juda ham ko'p, chunki ular uzoq umr kechirishadi va bunga sabab diqqat Xitoy meditsinasi, aynan Xitoy milliy tabobati. Masalan, men igna terapiyasi orqali bo'ynim, belim va yelkamdagi og'riqlarni sezmay yashash mumkinligini tushunib yetdim. O'rtoqlar, sizlar ham Prestige Travel tanlasanglar, mazza qilib Xitoyda dam olib ketsanglar bo'ladi va mana shunaqa sog'lom muojala ishlarini amalga oshirib ketsanglar bo'ladi Xitoyda. Lekin tabobatda asosiy instrumenti bu terapiya yoki dori-darmonlar emas. Bu sog'lom yashash tarzini o'rganib chiqish. Chunki eng yaxshi doktor bu bemorning o'zi.